Agar kimdir pult olmoqchi bo'lsa, dominant olishlari shart emas. Agar kimdirlar yonib borsanglar, do'konlarga qolib ketgan Magical yozuvli pultlar 100% zo'r ishlab beradigan pultlar. Men o'zim tekshirib, test qilganman. Siz ko'rgan pultlar dominant reklama qilingan bo'lsa, misol uchun, o'sha ishlaganda ishlab beradi. Qulflab ochish, yoqish, hamma funksiyalari bor. Aytmoqchi bo'lganim 200-220 dollarlik rasxod qilib pult olganingizdan ko'ra qayerlardadir yotibdi magazinlarda. Bularni hammasi yozib berilgan, sotish mumkin emas, taqiqlab qo'yilgan. Mana hozir misol uchun mana shular olib kelib qo'ygan. Mana shuncha karobka yotibdi. Dominant firmadagilar hamma mana shunaqa Magical sotadigan patentlar olib yozib bergan. Nima bo'ladi? Birinchi marta ogohlantirish, ikkinchi martasiga shtraf to'laysiz. Nima qiladi hozir bular? Olib kelib qo'ygan. Mana olib kelib sklatiga tiqib bergan. Mana bu yerda 9, 7, 8, 9 hammasidan bor sergelidan olingan. Nima qilish kerak? Klientlar dominant pult olishga shoshilmaylar. Mana shunaqa Magical kimdirlar yotganini olib mashinalaringizga qo'yib olinglar. Javob beraman, mahsulot zo'r chiqqan. Men o'zim ishlatib, nechta sotib, effektini ko'rganman. Agar yakka yarim kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, oshnoga ham topib bera olamiz. Sog' shavit, omon shavit.